Kontroller deganda ko'pchilikning xayoliga mana ma'mura keladi. Lekin sizga hozir aytib beradiganlarim dunyodagi eng noodatiy kontroller. 80-yillarda Atari juda ham bir kulgili kontroller ishlab chiqargan, u qosh bilan boshqariladi. Uni boshingizga kiyib olib, o'yinni qosh bilan boshqarish mumkin. Test paytida ko'pchilik tez charchagani va bosh og'rig'ini his qilganligi uchun proyektni to'xtatishgan. Nintendo'ning Power Glow degan kontrollerlari bo'lardi bir paytda. Qo'lqopni kiyib olib, barmoqlar bilan o'yinni boshqarish mumkin edi. Unda o'zi o'ylab qarasam, birinchi VR o'zi mana shu bo'lgan ekan. Infraqizil nurlari sekin bo'lganligi uchun o'yinda kontrol qilish ham juda tezligi past bo'lgan va shunga qaramasdan juda ko'pchiligiga bu qo'lqoplar yo'q. Ko'pchilikning xayoliga noodatiy kontroller deganda mana bunaqa kontroller keladi. Bu Resident Evil 4 o'yini uchun chiqqan benzopila kontroller. Bu kontroller PlayStation 2 uchun chiqqan va atigi dunyo bo'ylab 50,000 dona, ya'ni limited edition. Sizlar yana qanaqa noodatiy kontrollerlarni bilasizlar? Kommentda yozib qoldirsanglar bo'ladi.